Assalomu alaykum. Hurmatli va kuzatuvchilarim. Yana bugun yangi tovarlar, nakladnoylar bilan bilasizlar, har doimgidek. Vitamin D3, krem для лица, солнцезащитный SPF 50. Keyin yana bu egasiga ketadigan krem, kraska bilan kremlarimiz. Xo'p. Aktivniy krem для коррекции фигуры термоэффект. Hamda стойкий krem краска для волос, экспертон. Hamda шелковый окрашивание Salon Care seriyasidan. Ya'ni mana Salon Care seriyasidan qora rangi qizlar шелковый окрашивание. Xo'p, bu nima degani? Ipakdek tovlash, porlash, глубокий насыщенный цвет, chuqur porloq rang, бережное окрашивание уход. Xo'p, chiroyli bo'yash hamda oziqlantirish, xullas, chorniy agat rangi. Keyingisi ekspert seriyasida yana qora rang, biotin bilan boyitilgan chorniy rangi o'zi. Bularning narxi, bularniki Salon Care'niki 57 ming edi, yanglishmasam. Buniki 48 ming so'mdan. 48 ming so'mdan eksperti biotinlik kraskalari, eng muhimi soch to'kib yormaydi, sochimizga oziqlantiradi. SPF 50 dan kelgan, bu уже katalogimizda ham yo'q, уже ko'pchilikda tortilib qoldi. Yaxshi, shu payt 3 ta zakaz qilib olgan ekanman. Mana shu zakazlarim yetib keldi, qizlar. SPF 50 dan 3 ta dona bor, nalichida. Kimga kerak bo'lsa yozasizlar. Bular narxi 100 ming so'mdan. Mana 100 ming so'mdan Leto seriyasidan mana krem для лица солнцезащитный. Aksiyadagi D3larimizdan. Bolalarimga D3 ichirib kapsula baluchalikdan ko'rsatdim, agar esingizda bo'lsa. O'sha baluchalikni dozasi menga prosta kamlik qildi. Bitta kapsulaning ichida 200 единиц D3 bor ekan. Men bolalarim kattaroq bo'lgani hisobiga u D3 ning dozasi kamroq bo'ldi. Shuning uchun men D3 ni olishga qaror qildim. Bu ham 0 yoshdan boshlab tug'ilganlikning ilk haftasidan bersa bo'ladi, hamda har bitta kaplasi 500 единицdan D3 o'zida saqlaydi. Ham buni nima deydi, qulaylik tarafi maslinli rastvor, ya'ni yog'li, spirtli emas, tarkibida spirti yo'q, bolaning oshqozoniga ziyon bermaydi. Bemalol bundan ham buyurtma bersanglar bo'ladi. Buning narxi 91 ming edi, yanglishmasam. Men keyin klientimga ketadi. Hozir bu ikkitasi. Ekspert seriyasidan aktivniy krem termoeffekt, bu qizdiradi, qizlar. Bu zo'r qizdiradi. Ozdiradigan, korreksiya figura uchun ozdiradigan kremlari qizdirib beradi, qizdirib yog'larni eritadi. Buni surib olib keyin shug'ullansanglar bormi? Dahshat, bitta trenirovkani o'zida kamida 2 kilo vez ketadi, Alloh izni bilan inshaalloh. Kimga kerak bo'lsa yozaverasizlar. Bular narxi 123 ming so'mdan bu kremni. Zato ob'yomi ko'p buni. 150 ml ancha yetadi, почти bir oy shug'ullanishingizga yetadi bu. Rosti zo'r qizdiradi. Bu o'sha termo effektda oldingi ko'rinishi, mana Faberlic kompaniyasiga kiratgan, o'sha oldingi ko'rinishi. Bundan 2 ta dona qo'ygan ekan, ostatka skladda. Bundan ham ofis stilidan oldim. Menga sovg'a qilishdi, aniqrog'i. Hozir ishlatib oling, agar klientingiz bo'lsa, bizda qolib ketuvdi bu deyishdi. Buni bilgan biladi, bu hammaga hamki ishlatmaydi, lekin ishlatganlar qayta ishlatadi. Buni ham meni necha yillik klientim, shu Faberlicga kirib kelgan paytimdan beri oladi, mana shu termo effektdan. Yana 2 ta zakaz qilib yuborgan. Bu ikkitani o'zim uchun ishlatib olaman inshaalloh.